Bir hayvonning qurbonlik qilinishiga to'siq bo'lgan kamchiliklar quyidagilar. Kasalligi aniq oshkor bo'lsa, suyaklarning mag'zida iliq qolmaydigan darajada ozg'in bo'lsa, ikki yoki bir ko'zi ko'r bo'lsa, oqsayotgan oyoqni yerga bosib, so'yiladigan joyga yurib bora olmaydigan darajada cho'loq bo'lsa, tishlarining ko'pi to'kilib ketgan bo'lsa, qulog'ining yoki dumining yarmidan ko'pi kesilgan yoki uzib tashlangan bo'lsa, shoxlarining biri yoki ikkisi tomiridan kesilgan bo'lsa, qo'yning bir, qoramolning ikki yelinining uchi kesilgan bo'lsa, dumi yoki qulog'i tug'ilgan paytdanoq bo'lmagan bo'lsa, burni kesilgan bo'lsa, faqat axlat yegan bo'lsa, tilining ko'p qismi kesilgan bo'lsa, quyidagilar qurbonlikka yaramaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: jonliqning 4 turi qurbonlikka yaroqli emas. Ko'zi ko'ri, kasali ma'lumi, cho'log'i va orig'i. Termiziy rivoyati.